Hammaga salom, sizlar bilan Humoyun. Bu yangi proyekt brendlar tarixi. Dunyodagi eng qimmat, eng obro'li avtomobil brendi nimaligini bilasizlarmi? Bu aynan Mercedes-Benz. Qanday qilib Mercedes oddiy garajdan boshlanib dunyo imperiyasiga aylandi? Bugungi videoda sizlarga Mercedes-Benzning tarixi haqida aytib beraman. 1885-yil Germaniya. Karl Benz degan muhandis o'zini kichik ustaxonasida juda g'alati narsa yasaydi. 3 g'ildirakli va benzin dvigateli bo'lgan arava. Odamlar uni kulgu bilan kuzatadi. Otsiz arava. Bu aqlsizlik deyishadi. Ammo Benz to'xtamaydi. 1886-yil u dunyoning birinchi haqiqiy avtomobilini patentlaydi. Tarix ana shu kundan boshlanadi. Eng qizig'i, Mercedes so'zi qayerdan paydo bo'ldi? 1900-yil Emil Elinek degan boy tijoratchi Daimler zavodiga buyurtma beradi. U o'z qizi Mercedes Elinekning sharafiga avtomobilni shu nom bilan atashni talab qiladi. Mercedes ispancha ism bo'lib, marhamat degan ma'noni bildiradi. 1926-yil Benz va Daimler kompaniyalari birlashadi. Shunday qilib Mercedes-Benz tug'iladi. Ikkinchi jahon urushi paytida zavod deyarli to'liq vayron bo'ladi. Bombalar hamma narsani kuydiradi. Ko'pchilik deyishadi, ammo Mercedes boshqa yo'q. Lekin 1945-yildan keyin nemis muhandislari xaroba ichida ishini boshlaydi. Buyuk brend o'lmaydi. Bu sinovdan yana kuchliroq bo'lib chiqadi. Bugun Mercedes-Benz 170 dan ortiq mamlakatlarda sotiladi. Yiliga 2 milliondan oshiq avtomobil sotiladi. Brend qiymati 60 milliard dollardan oshadi. 3 nuqtali yulduz bu shunchaki logotip emas. Bu quruqlikda, dengizda va osmonda hukmronlik qilish orzusi ramzi. Benz garajdan boshladi. Odamlar uni masxara qilishdi. Zavod vayron bo'ldi. Ammo bugun butun dunyo unga uy yaratgan mashinani haydashadi. Bu sizga nima deydi? Har qanday buyuk ish kichik narsadan boshlanadi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Biz sizga keyingi brend haqida video qilishni davom etamiz.